Turmush o'rtog'im yur seni Londondagi eng zo'r archaga olib boraman deganlarida men ertaklardagi yam-yashil, kattakon, o'yinchoqlar ko'p va chiroqlari miltillab turgan, Instagramni portlatadigan archa kutgandim. Lekin qarasam, xuddi o'zimizni qishloqdagi sodda archalardan umuman farq qilmas ekan. Ha, ishoning, mana shu archa Londonning eng markazida Trafalgar maydonida bezatilgan rasmiy archa. Bu archa tasodifan bu yerda turgani yo'q. U har yili Norvegiyadan Londonga sovg'a qilib yuboriladi. Bu an'ana 1947-yilda Ikkinchi jahon urushidan keyin boshlangan. Urush paytida Norvegiya Germaniya tomonidan bosib olingan edi. Norvegiya qiroli Hakon 7 va hukumat a'zolari o'sha davrda aynan Londonda boshpana topgan. O'sha yillarda Buyuk Britaniya Norvegiyaga harbiy va siyosiy yordam ko'rsatgan. Urush tugagach, Norvegiya bu yordamni unutmagan. Shuning uchun har yili Norvegiyaning o'rmonlarida 50-60 yil parvarish qilingan bitta katta archa tanlanadi va Londonga minnatdorchilik ramzi sifatida yuboriladi. Qalay, archamiz sizga yoqdimi? Kommentda archani ko'nglini qoldirmasdan 1 dan 10 gacha baholab keting.